Bola nima uchun omadsiz va qo'rqoq bo'lib qolishini ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz va quyidagi 5 ta xatoliklarni qilmang. Birinchisi, bolangizni o'ta qattiq urmang va qattiq tegmang. Ikkinchisi, bolangizni oldida eringiz yoki ahli ayolingiz bilan janjallashmang. Uchinchisi, bola biror xil ish qilaman desa, ya'ni rasm chizsa yoki bo'lmasa biror xil qurilish qilsa, falonchini bolasi sendan yaxshiroq qiladi degan sravniyni qilmang. Va velosiped minaman yoki konki minaman yoki shu kabi minaman degan narsa, qo'y bolam yiqilasan, buni qilma demang. Undan tashqari, bola bolaligini qilib xarxasha qilganda unga sabr qilib, katta yoshdagi insonlarga muomala qilgandek muomala qiling. Bolangizni boshini orqa qismiga dang'illatib urmang. Bolaning omadsiz bo'lib qolishiga ota-onalar ko'proq sabab. Ya'ni bola biror ish qilaman desa, ota-onalar unga yo'l qo'ymaydi. Hurmatli ota-onalar, quyidagi narsalaringizni o'zingizga odat qiling. Birinchisi, bola bilan shirin suhbat bo'ling va bolani doim har qanaqa holatda poddershka qiling. Ikkinchisi, biror narsa chizsa yoki bog'chada, maktabda biror xil temir medal yutib kelsa ham, uni g'urur ila devorga qoqib ilib qo'ying. Mana bolam, sen boshlang'ich birinchi zo'r qadamni qo'yding deb bolani doim maqtang. Bolangizga telefon, gadjet va shu kabi fikrini chalg'ituvchi va aqlan zaif qiluvchi narsalar bermang. 5. Bolangiz bilan doim kitob mutolaa qilishga odatlaning. O'zingiz kitob mutolaa qilsangiz, bolangizga bu primer bo'lgan holda, bolangiz ham kitob mutolaa qilishga odatlanadi. Yoki bo'lmasam, har kun kech payt bolaga erta kitob o'qib bering. Agar bolangiz o'zi o'qishni bilsa, bilan ushbu erta kitobni o'qing. Hattoki Bonapart Napoleonni onasi va enagasi janob turing, sizni buyuk ishlar kutyapti deb uyg'otgan. Shuning uchun Bonapart Napoleon tarixda qolgan. Barchangizga sog'lik va omonlik tilagan holda sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad Erkinjonovich bo'ldi.